Assalomu alaykum. Bugungi video darsimiz foiz hisoblash haqida bo'ladi. Oldingi videolarda aytib kelayotganimiz kabi foiz hisoblash dedik, valyuta birliklari dedik. Endi shularni qanday hisoblaymiz, shularni qanday ishlatamiz, shular haqida ko'rib chiqsak. Masalan, son qiymat bo'lsin, keyin foiz bo'lsin, keyin nima bo'lsin, yana natija bo'lsin. Buni oldingi darsda aytganimizdek, shu satrni tanlab 2 marta bosamiz. Mana o'zgardi. Endi son qiymatiga 123, bu yog'iga endi foizni masalan biz foiz belgisi bilan yozamiz aslida. Endi bizga 0,2 qilib foiz qiymat berilgan bo'lsa, buni qanday qilib foizga o'tkazamiz deydigan bo'lsak, foizni o'zi 2 holatda yozish mumkin. Foizni son qiymatda yoki foiz holatda. 20% degani bu teng 0,2 ga, bu ham ikkalasi ham bir-biriga teng. Bu foiz qiymat holatida yozilgan. Bu o'sha foizdan son qiymat holatiga o'tkazilib yozilgan. Ikkalasi ham bitta hisoblanadi. Endi bu qiymatni qanday qilib foiz belgisi bilan ko'ringan holatda yozish mumkin? Buning uchun shu indeksni tanlaymiz. Ctrl Shift 5 ni bosadigan bo'lsak, mana o'zgardi. Bizni bugungi asosiy ishlatadigan nimamiz, yordamchi tugmamiz Ctrl plus Shift plus 5. Shu tugmadan foydalandik. Endi 39% masalan 56%, 12%. Mana shunaqa foizlar berilgan bo'lsin deylik. Endi buni qanday qilib foizini hisoblaymiz? Oldingi darsdagi aytganimizdek teng qo'yamiz. Mana bu indeksni tanladik. Ko'paytirish belgisini qo'yamiz va mana bu indeks foiz yozilgan qatordagi indeksni tanladik. Teng bosadigan bo'lsak, mana 24,6% qiymat berdi. Teng bu indeksni tanladik, ko'paytirilgan. Agar mana bunaqa katta son bo'lganda, mana bunday panjara belgisi kelib qolsa, nima qilamiz? Bu Excelda ko'rsatyapti mana 18350, mana bu 32998 deb qiymat ko'rsatyapti, lekin bu nima uchun bunday ko'rinmay qolyapti bizga? Bu mana shu indeksdagi mana shu qatorga, yachakiga sig'magani uchun shunaqa yopiq holatda qolib ketyapti. Buning uchun o'zimiz to'g'rilashimiz mumkin yoki orqa satrga kelib tanlab turib
2 marotaba bossak mana to'g'rilashadi. Ya'ni katta summadagi qiymat bo'lib, foizini hisoblaganda qandaydir bir kattaroq qiymat chiqib, agar shu yachagiga sig'may qoladigan bo'lsa, boyagidek panjara belgisi ko'rinib qoladigan bo'lsa, uni to'g'rilash uchun o'sha satrga keldik va sichqonchaning chap tarafini 2 marotaba bosdik va o'zi hajmiga mos holatda moslab to'g'rilab chiqarib beradi. Va shu tarzda biz kiritgan qiymatimizning yoki bank sohasida aytadigan bo'lsak, kiritilgan summamizning foizini shunaqa holatda hisoblaymiz. Demak, agar foiz holatida emas, qandaydir bir qiymat holatida foiz yozilgan bo'lsa, uni foiz ko'rinishida chiqarish uchun Ctrl Shift 5 tugmasini bosdik mana. 0.2 dedik. Ctrl Shift F5 bosdik. 20% chiqardi. Va buni qandaydir bir sonning foizini hisoblash uchun teng qo'ydik. O'sha indeksni tanladik, ko'paytirdik va o'sha foizga mana o'sha sonning foizini chiqarib berdi bizga. Shunaqa qilib foizni hisoblash mumkin. Bugungi aytadigan ma'lumotlarimiz shu edi. Bizdan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat.